Assalomu alaykum. City Coco elektroskuteri motori 2 kilovatlik. 6 sm eni, diametri 14 sm. 26 qavat, 0.50 yo 56. 52 bo'lishi mumkin. O'lchamadim. Pachimni almashtiraman deb obmotkani chaqib qo'yibdilar egalar. Mana obmotkani rob bo'ldim. 0.45 32 qavat. To'ri vitok. To'ri o'ram o'raldi. 32 qavat. Dachidan joyga qo'ydim. Endi paykasini qilsam bo'ldi, qirqab tozalab qo'ydim. Keyin ishlatamiz yig'ib. Mana simlarni ulab oldim. Dachiklari. Endi korpusga yig'ib kontrolni ulab ko'ramiz. Mana motor yig'ib bo'ldim. Akkumulyator, kontroller. Gaz ruchka yo'q edi, premolamiz. Ishlashi yaxshi. Egalarga berib olamiz. 2000 watt. Xizmatli bo'lsa aloqa chiqaverasizlar.